bittaylarda ham bo'lgan bo'lsa kerak, bitta odam tasavvur qilinglar, ayolinglar homilador 7,5 oy, 8 oy, tug'ilishiga 1 oy, 1,5 oy qolganda kunduzi to'g'ri erkak kishi charchagan, yoqa borgan, bu yoqqa borgan, do'konda o'tirgan, savdo qilgan, dalada ishlaganda kechqurun maza qilib uxlayapsiz. Soat 3 da. Dadasi, ha, nima deysan? Mazam bo'lmayapti desa, deganmi shuni, demaganmi ayollar, deganmi uylanganlar? Degan. Buni bir necha bor marta degan. 9 oy ichida bir marta aytib qo'ymagan. Bir necha bor aytgan. Insof bilan aytinglarchi, kimga yoqqan shu xotinni gap? Kechqurun ham tinchlik yo'qda bu uyda.